Yaxshimi? Ay yaxshimi. Nima ishingiz bor? Sizlarga men har qanday isbotni kesidi-ku. Ah, Men bir isbot kesgizay degandim. nima isbot lazım sizga? Babalarning kallasam dadi yo'q degan isbotdim. Nima? Mening kallamda dadi yo'qligiga bir isbot kesib beringlar. Unda isbot yo'q, uni isbot açmaymiz bu yerda. Nima deb yo'q bo'ldi? U nerede unda kallasdan derdi yok da isbot var ekan bir yerda. Yo'q, unda isbot açmaymiz. Bu? Madem miyib, madem anda, madem mana degan isbot bor-ku, chiqib mening kallamda dadim yo'qligiga bir isbot chiqib beringlar degan. Qarang, u bir yerda unda kallasdan derdi yok da isbot açmaymiz. Biz degan amandaq amli ishga qarta isbotlaydigan ish bo'lsa isbot açmaymiz. Qanday amli emas ekan? Siz qaramoq qilmam kallasi dadvada ko'rib o'tamdim. Ben de bilmem kallasdan derdi, ben kallasdan derdi yo'qligini. Qanday qarab bilolmaysiz bilan kallamda dadi yo'qligini? Men masalanga ben kompyuter, ben qog'oz, ben beksapning limon suyi, ben beksapning anar suyi. Mana bilmayman meni. Nima ishlatsin uni? Deb ichib beraman boshdan. İç beray sizga, ha? Aha, ham bo'ldi. Yana nima ishingiz bor? Shu yana bir ish, shu qonunda belgilangan-ku, uyning ichida jir tuqush, yovvoyi hayvonlarni beqishqqa bo'lmaydi odam. Bor. Ha, undan biz bu ayda hayvonni bir kirib qolsa, chiqib kirasan olayotgan to'q. Ucu, bo'ldi demamsiz. Nim kirib qoldingizga? Qaynapam. Yomon jir, qildirsa ha, o'zi jir talaydi. Ya beshini ortiq yomon atan. Ash hayvonni bir chiqib kirasan olayotgan to'q. Ularni derdi bormi sizninki? Yo'q. Mana isbot. Ko'raman. Maxsus jir tushlarni tutadigan harakat atirtdim elib olinglar. Chiqaman.